hammaga mashhur bo'lgan soat majmuasining shundoqqina uchiga chiqib, muzeydan bahramand bo'lishni istaysizmi? Inshaalloh siz bilan bugun qanday chiqishini ko'ramiz. Undan oldin videoga like bosib, ko'proq insonlar ko'rishligi uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Qani soat majmuasining ko'rib turganingizdek eng glavniy eshik qismi bor. Shu yerdan ichkariga kiramiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'l to'g'rimizda eskalator bor. Eskalatordan o'tib, o'ng qo'lga qarab burilamiz. Video kengroq tarqalishligi uchun menga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmaysizlar. Shundoqqina o'ngga burilishimiz bilan ko'rib turgan tilla rangdagi rasmga tushadigan joy bor. O'ng taraf, chap tarafda liftlar bor. Liftlarga qarab yuramiz. Chiqishdan oldin esda tursin, bu masjidlar faqatgina 5 vaqt namozga ochiq bo'ladi xolos. Istalgan vaqtda chiqsangiz yopiq bo'ladi. Liftlarga kirishimiz bilan P9-qavat bor. P9-qavatga qarab chiqamiz. Liftlardan tushishimiz bilan ko'rib turganingizdek kirish eshiklari bor. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda Clock Tower muzeyi. Xo'p, hozir kechqurungi 2:30 bo'lganligi uchun yopiq ekan. Onlayn o'zini saytlari orqali bilet olib kelishlaringizni. Bo'lmasam inshaalloh shahar kelsangiz, naqd pul shaklida xolos Visa kartadan to'lov qilib, inshaalloh kirishingiz mumkin. Yaqinda keluvchilarga albatta jo'natib qo'yaylik. Bu ham bir qiziqarli ma'lumot. Assalomu alaykum.